Assalomu alaykum. Efirda poytaxt informatsion dasturi. Toshkent shahrida Davlat kadastrlari palatasi tomonidan O'zbekiston Respublikasining 937-sonli qonuni ijrosi doirasida yer uchastkalari va ko'chmas mulk obyektlariga bo'lgan huquqlarni e'tirof etish, ularni qonuniy rasmiylashtirish hamda bu borada amalga oshirilayotgan ishlar yuzasidan navbatdagi matbuot anjumani o'tkazildi. Mazkur qonun ijrosini ta'minlash maqsadida poytaxt hududida keng ko'lamli xatlov ishlari izchil davom ettirilmoqda. Joriy yilda Toshkent shahrida 150 ta mahallada xatlov ishlarini amalga oshirish belgilangan bo'lib, jarayonga 150 nafar kadastr xodimi jalb qilingan. Xatlov ishlari 2 bosqichda dala va kameral usulda olib borilmoqda. Bu jarayonlarda har bir xonadon, yer uchastkasi va ko'chmas mulk obyektlari atroflicha o'rganilib, ularning huquqiy holati tahlil qilinmoqda. Bugungi kunga qadar poytaxt 69500 dan ortiq obyektlarda to'liq xatlov o'tkazildi. Shundan 8454 tasi e'tirof axborot tizimiga kiritilgan. Ayni vaqtda tizimga kiritilgan obyektlarning 2992 tasi vakolatli tashkilotlar tomonidan ko'rib chiqilmoqda. 3088 tasi tahrirlash jarayonida, 1528 ta obyekt bo'yicha esa belgilangan to'lovlarni amalga oshirish jarayonlari davom etmoqda. Jarayonning eng muhim bosqichlaridan biri xalq deputatlari mahalliy kengashlarning yakuniy xulosalaridir. Bu jarayonda mas'ul tashkilotlar, mahalliy hokimliklar, kadastr mutaxassislari hamda deputatlar o'zaro hamkorlikda har bir murojaatni chuqur o'rganib, qonunchilik talablari asosida tegishli qarorlar qabul qilmoqda. Ana shu ishlar natijasida yillar davomida yer va ko'chmas mulkni rasmiylashtira olmagan ko'plab fuqarolarning huquqlari e'tirof etildi. Ularga yer uchastkalari va ko'chmas mulk obyektlariga bo'lgan huquqni tasdiqlovchi hujjat tantanali ravishda topshirildi. Bu esa fuqarolarga o'z mulkini erkin tasavvuf etish, uni sotish, meros qoldirish, kredit mablag'laridan foydalanish hamda davlat xizmatlaridan to'liq bahramand bo'lish imkoniyatini yaratmoqda. Shuningdek, qonunchilikka kiritilgan yangi o'zgarishlarga muvofiq huquqlarni e'tirof etish jarayoni muddati 150 kundan 50 kunga qisqartirilgani ham fuqarolar uchun yana bir qulaylik bo'ldi. Bir nechta fuqarolarimizga mana shu huquq e'tirof qilinganligi va kadastrlarni rasmiylashtirilganligi hujjatlarini topshirdik. Bu hujjatlarni biz albatta xalq deputatlari Toshkent shahar kengashi sessiyalarida bir necha bor ko'rib chiqqanmiz. Tegishli ishchi organ bilan birgalikda fuqarolarimizning murojaatlarini okruglarga, joylarga chiqib o'rganganmiz va shu bilan birgalikda mana o'tgan davr ichida 500 ga yaqin mana shunday hujjatlar bevosita xalq deputatlari Toshkent shahar kengashi sessiyalarda ko'rib chiqildi va 50 ga yaqini rasmiylashtirish belgilandi va kadastrlari elektron tarzda rasmiylashtirib borilyapti. Tadbir davomida huquqlari e'tirof etilgan fuqarolar ham o'z fikr va taassurotlari bilan o'rtoqlashishdi. Ular yillar davomida yechimini kutib kelgan mulkiy masalalar qonun asosida hal etilganidan mamnun ekanliklarini bildirib, yaratilgan imkoniyatlarga yuksak baho berdilar. Rahmatlik buvimiz nomida yerimiz bor edi, kolxoz tomonidan berilgan qarori bor edi, hokim tomonidan tasdiqlangan yo'q edi. 937-qonun chiqib, bizga ancha foydali bo'lishdi. Shuncha yurganlarimni natijasi qo'limda bo'ldi mana. Va bundan keyin o'zimizni farzandlarimizga, yo'qmasa o'zimizning hisobimizda yerdan aka-ukalar bo'lishib, mana shu yerdan foydalanishimizga ruxsat beradigan hujjat qo'limizda turibdi mana. Hujjatlarni qo'limga oldim. Shunda uy egasiligini o'zim his qilyapman. Yana bundan tashqari nabiralarimni, farzandlarimni, uylarimni ularga hadya qilish huquqiga ega bo'ldim. Qonun chiqqandan keyin kadastr xodimlari o'zligi uyiga kelishdi, hammasini o'sha xatlov qilib ketishdi. Bugun kadastr tizimida amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar yer va mulkiy munosabatlarni tartibga solishda yangi bosqichni boshlab bermoqda. Amalga oshirilayotgan ishlar natijasida minglab oilalarning mulkiy huquqlari mustahkamlanib, aholi uchun ortiqcha ovoragarchiliklarga barham topilmoqda. Eng muhimi, fuqarolar davlatga bo'lgan ishonchi yanada mustahkamlanib, mulkiy munosabatlarga ochiqlik va qonuniylik ta'minlanmoqda. Muqaddamxon Salimov va Mirsulton Oripov, poytaxt. O'zboshimchalik bilan egallab olingan yer uchastkalariga hamda ularda qurilgan binolar va inshootlarga bo'lgan huquqlarni e'tirof etish to'g'risidagi qonunda kichik sanoat zonalari hududlariga joylashtirilgan tadbirkorlik subyektlarining yashash uchun mo'ljallanmagan binolari va inshootlari yoki ularning qismlari joylashgan yer uchastkasiga bo'lgan ijara huquqini e'tirof etishning qanday asoslari mavjud? Mazkur qonunning 9-moddasiga muvofiq 2020-yil 9-martga qadar kichik sanoat zonalar hududlarida joylashtirilgan tadbirkorlik subyektlarining mazkur kichik sanoat zonasida o'z hududida
o'z mablag'lari hisobiga tadbirkorlik faoliyati uchun qurilgan yer uchastkalari, ya'ni yashash uchun mo'ljallanmagan bino inshootlari ushbu qonun bilan ijara huquqlari ijro etilishi mumkin. Uning uchun ushbu aytib o'tiladigan yo'nalishlarim asos hisoblanadi. Ya'ni investitsiya majburiyatlari va boshqa ijtimoiy majburiyatlar to'liq bajarilgan bo'lsa, mazkur yer uchastkasi jismoniy va yuridik shaxslarga ajratilmagan, boshqa jismoniy yuridik shaxslarga ajratilmagan, elektron auksion savdolariga qo'yilmagan bo'lsa, mazkur yer uchastkasidan foydalanishda jismoniy va yuridik shaxslarda o'rtasida nizolar bo'lmasa, shuningdek mazkur yer uchastkasi o'z muddatida yer soliqlari va mulk soliqlarini vaqtida to'lagan bo'lsa, marhamat qilib egalik huquqlarini tiklashlari mumkin ijara huquqi asosida. Yer uchastkalari ijara huquqi asosida, bino inshootlari mulk huquqi asosida amalga oshiriladi.